Velillahil izzatu ve li rasulihi ve lil mu'minin velakinnel munafiqina la ya'lamun. İzzet Allah'a ve onun Resulüne ve müminlergedir. Lekin bunu münafıklar bilmeydi. El-aziz huvel galibul-lezi la yughlab. Hergiz ve hergiz asla ve asla mağlup olmaydigan. Ana şundaq büyük galip Allah subhanahu ve taala degan ma'nosi. Butkul ulug'liq, butkul kattalik, butkul ali mertebe hammasi yalg'iz faqat ve faqat ana shu Allah subhanahu ve taala uchundir. U el-azizul hakim, g'olibdir, azizdir, kattadir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Qadirli qarindoshlar, aldı bilen biz Allah subhanahu ve taalaga, Rabbimiz büyük, ulug', mehribon Rabbimiz Allah subhanahu ve taalaga cheksiz hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durud salamlarımızı yollagan ekan. Qadirli qarindoshlar, biz davamlı ekranlarda sizlar bilan yuz ko'rishib kelayotgan Esmaullahil Husna, Allah subhanahu ve taala'nın güzel isimleri hakkındaki bu programımız, bu ders silsilemizdeki yeni bir sani bilan sizlar bilan yuz ko'rishib o'ltiribdik. Allah subhanahu ve taala'ga cheksiz hamdu sano aytamiz. Bizlarni sizlar bilan uchrashtirgan, sizlar bilan yuz ko'rishtirgan Rabbimiz Allah subhanahu ve taala'ga tuman minglab hamdu sano aytamiz. Shunday qilib bizdek bir topu üçün, bizdek bir tuproq, bizdek bir layga özünün jalali haqqida, özünün güzel isimleri haqqida so'zlashga ruxsat qilgan ve o özünün şu güzel isimleri haqqida muzokiralashishga, suhbat elib berishga ruxsat qilgan şu büyük Rabbimiz Allah subhanahu ve taala'ga tuman minglab, milyonlab hamdu sanolar aytamiz. Qadrli qarindoshlar, biz bugünkü yeni mavzumuz inşallah bugünkü dersimizde Allah subhanahu ve taala'nın güzel isimlerinden El-Aziz ismi hakkında to'xtalib o'tamiz. Ben bu isimga o'tishdan burun, bugünkü yeni dersimizga o'tishdan burun biz o'tgan qitimliq dersimizde Allah'ın Eş-Şakur ismi hakkında to'xtalib o'tdik qudratimizning yetganicha. Ve şu derste en ahırda naytı muhim, her birimizin hayatında köp uçuraydıgan, her birimizge soruluşu gerek bulan muhim bir nokta, muhim bir sual kıskısı. Bu közden geçip kaptı. Şunun için ben dersini başlaştığım burun şu noktunu bir esletken şekilde bunu esletip ötüp onun kendinden bugünkü yeni dersimizdeki mevzusuga El-Aziz Rabbimiz bilen tanışıp ötüşken tirişimiz inşallah. Xo'sh, biz o'tgan soatda Eş-Şakur ismi haqida to'xtaldik. Buni boshda ko'rmaganlar, boshdan boshlab ko'rmagan qarindoshlar shu darsimizga murojaat qilib ko'rsa bo'ldi. Eng oxirida biz Eş-Şakur, ya'ni bir inson, sizga bir inson, bir qarindoshingiz yoki bir har qanday bir kishi tarafidan, bir shaxs tarafidan bir yaxshilik yetsa, rahmat kimga aytiladi degan savol har birimizning oldiga kelishi mumkin. Rahmet zadi kimga aytildi bu vaqtida? Kimga rahmat aytamiz degan bir savol keladi. Javob shuki, shaksizki faqat va faqat Allah subhanahu va taolaga aytildi. Javob faqat va faqat Allah subhanahu va taolaga rahmat aytildi. Xo'sh, nima uchun degan vaqtida bu maxluq, ya'ni bu kishi, bu shaxs sizning oldingizga bir yaxshilik, bir manfaat, bir narsani olib kelgan mushu maxluqni, shu kishi, shu maxluq mayli kim tarafidan bo'lsin, bu kimning maxluqi, kim tarafidan yaratilgan? Javob Allah subhanahu va taala tarafidan yaratilgan. Xo'sh, uning keyindan ana shu kishiga, ana shu shaxsga Allah subhanahu va taala kuch-quvvat ve sizga ashundaq yaxshilik ato qiladigan kuch-quvvatni berganmi Allah subhanahu va taala? Ve siz uchun xizmat qildirib bergan shu shaxsni nurg'unlagan bandalarning ichidan boshqasi uchun emas, balki sizni tanlab siz uchun xizmat qildirib bergan Rabbimiz yanala Allah subhanahu va taoladir. Shundaqla ana shu kishiga
shu kishining qalbiga sizni ilhom qilib, shu kishining qalbiga sizni sog'anmi, yanala Alloh subhanahu va taolodir. Xo'sh, uning keyindan u kishi masalan sizga nimani sovg'a qildi, qandoq bir yaxshilik ato qildi, mayli yoki bir sizga yemak-ichmak berdimi, yoki bo'lmasa uy-mulk berdimi, yoki har qanday bir moddiy jihatdan bir yordam qildimi, shu yordam qilgan, shu shaxs yordam qilgan narsaning har qandigini oldingizga qo'ysangiz, hammasi Allah subhanahu va taolo yaratgan, Allah o'zi yaratgan narsalar bo'lib chiqadi. Hammasi oldingizda. Mol bo'lsin, hamma narsa Allah subhanahu va taoloning ne'matlari, Allah subhanahu va taolo yaratgan narsa chiqadi. Uning keynidan bir agarda shu kishi sizga bir tamoq yemak ichmak bergan bo'lsa, shu tamoqni yegan bo'lsangiz, shu tamoqni yeb hazm qilish uchun siz nimaga Allah subhanahu va taolo sizning jismingizga yaratgan shu uskunalarga, shu jismlarning shu a'zolariga muhtoj. Ya'ni ne'matni yaratquchimi va ne'matni ato qiluvchimi yolg'iz va yolg'iz faqat Allah subhanahu va taolo ekanligidan iborat bir hukm chiqadi. Demak, ana shu kishini sizga yordam qila oladigan qudratga ega qilib va u ato qilgan narsaning hammasini yaratquchi va siz uningdan foydalangan vaqtidami hamma narsaning eng oxiridagi natijasi nima chiqadi degan vaqtida yana yolg'iz Alloh subhanahu va taolodan iborat ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo chiqadi. Shuning uchun rahmat faqat va faqat yolg'iz Alloh subhanahu va taologa aytildi. Xo'sh, endi rahmatni faqat Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa aytiblam, uning keyindan bizga yaxshilik qilgan bu kishiga rahmat aytmaymizmi? Rahmatimizni bildirmaymizmi degan vaqtida? Yo'q. Madamiki u inson tanlash huquqiga ega, ixtiyorlik, ya'ni kimni tanlasa, sizdan boshqa birisini tanlay oladi. Ammo sizni tanlab o'z ixtiyorligi bilan hech kimning majburlashisiz o'z ixtiyorligi bilan kelib sizga yaxshilik qilgan ekan, sizga yordam qilgan ekan, sizga bir manfaat ato qilgan ekan, siz Alloh subhanahu va taolodan keyin bu kishiga ham rahmat etishingiz kerak. Bu kishi ham sizning rahmatingizni haq qozongan, sizning rahmatingizga erishishga loyiq bo'lgan kishi bo'ldi. Chunki o'z ixtiyorligi bilan qilganligi uchun. Oldi bilan Allohga rahmat aytasiz, uning keynidan u kishiga rahmat etishimiz kerak. Shuning uchun rahmat etgan vaqtimizda Allohga va paloniga deb rahmat etmaymiz hargizmi. Oldi bilan Alloh subhanahu ya Rabbim sana rahmat etaman va paloni Ahmad, Samad, Mehmetga rahmat etaman deb va kalimasini ishlatmaymiz. Ya'ni Alloh bilan Allohga rahmat etib bo'lib, uning keyindan va paloniga demaymiz. Asla va asla. Va'ni qo'shib qo'ysak, keyindagi shaxsni Allohning o'xshash barobarida qo'ygan bo'lamiz. Hargiz va ishlatmaymiz. Oldi bilan Alloh subhanahu va taologa, ondan keyin paloniga, ya'ni shu bandiga sizga yaxshilik qilgan shu bandiga, paloni bandiga, ondan keyin paloniga rahmat aytaman deb uningga rahmatingizni bildirasiz. Bu narsa nihoyat muhim. Shuning uchun bu narsani aslatish kerak bo'lganligi uchun qarindoshlar buni shuni aslatib o'tdik. Shunaqla payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisida ham keltirildi. Abi Said radhiyallohu anhu rivoyat qilib, qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Kimiki insonlarga rahmat aytamagan kishi Allohga rahmat aytamaydi. Ya'ni biz insonga rahmat aytish nuqtasidan qarg'a vaqtimizda yuqorida tushuntirilgan shaklda rahmat aytilishi kerak, ya'ni. İnsanның qilgan yaxshiligiga ham rahmat aytishimiz kerak. Lekin eng oldi bilan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa ana shu yuqorida so'zlab o'tilgan mafhum tushuncha bo'yicha har bir ne'matning, har bir yaxshilikning faqat va faqat uning ato qilguvchisi, bizga apkaguvchisi, hamma birdan bir sababchisi bo'lgan, birdan bir ato qilguvchisi bo'lgan Rabbimiz ekanligiga %100 iymon bilan qalbimiz shu Rabbimizga bo'lgan suyunish, shu Rabbimizga bo'lgan hamdu sanodan keyin, ondan keyin shu ne'matning bizga yetib kelishiga vasila bo'lgan shu shaxs Ahmad, Samad, Mehmetlarga ondan keyin sana rahmat aytaman, rahmatimni bildirman deb rahmatimizni bildirsak bo'ladi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bu nuqtani aslatish kerak bo'lganligi uchun buni aslatib o'tdik. İnşallah endi biz bugungi darsimizga, bugungi yangi darsimiz Rabbimizning Al-Aziz ismi haqida to'xtalishga boshlaymiz inshaalloh. Qur'oni Karimda Al-Aziz ismi nihoyat ko'plagan oyatlarda
Al-Azizul Hakim, yani Al-Azizning keyindan Al-Hakim degandek mushundaq oxirlashib oyatlarning oxirida tilg'anlab keladi. Biz ilgirki darslarimizda qanchagan qatim so'zlab o'tgan qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolaning bor ekanligiga, Allah'ның vücuduga, Allah'ның bar işkellikiga yalğız bununla iman etip qo'yish bilan kifayelanish mu'minga yarashmaydiganligi. Bununla yalğız bununla iman etgan kishining Allohga haqiqiy iman etgan kishi bo'lmaydiganligini qanchadan qatim so'zlab o'tdik. Bu hargiz kifoya qilmaydi dedik. Belki Allah subhanahu wa ta'ala'nın barlığına iman etişimiz, Allah'ın vahdaniyetiga, yakki yeganligiga iman etişimiz, Allah'ın bütün isim sübetlerinin hemmesinde yakki yegani ekanligiga, hiçbir tengdişi, hiçbir şirki yok ekanligiga iman etişimizden kerakligini biz derslerimizde so'zlab o'tdik. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kamaletiga layık, Allah'ın isim süpetleriga layık Allah'a iman etişinin vasıtasından birisi ne olsa, en muhim vasıtalarından birisi Esmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimlerini tunuş, bunu düşünüp bilişinin intayın muhim ekanligi Rabbimizni tunuşumuzda en muhim vasıtalarından biri ekanligini so'zlab o'tdik. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, özümüzden biz Allah subhanahu wa ta'ala'nınki, mesela biz deylik bir misal keltiraylik bu yerda. Bir insanni canlı halette meňiwatgan, turuwatgan, söz kılıwatgan bir insanni aldymyzda köreyli. Yani şu insanni kögellikimizden özü, sözlewatgan, gep kıwatgan, meňiwatgan halette bir insanni kögellikimizden özü o şahsni tunuganlygymyzga dalalat kılamdy. Asla kılmaydy. Biz fakat onu ködük, meňiwatgan, sözlewatgan, iş kıwatgan şekilde ködük, ama tunuganlygymyzga dalalat kılmaydy. Onun ismini sorasak, isminiz neymi dep, ismim falan dep dese, onun ismini bilişimizle onu tunuganlygymyzga dalalat kılamdy, dalalat kılmaydı. Fakat biz isminle bildik bu yerda. O şahsni, aşı bir şahsni mesela kaçan biz tunugan, haqiqiy tunugan bo'lamiz degan vaqtida bu şahsninki bütün hayat jarayonlarini, nimish qildiganligini, qanday qobiliyati borligini, qanday ishlarni qila oladiganligini, qanday ortiqchiligi, qanday kamchiligi borligini, yani umumiy jihatda, yana hamma jihatda bir qadar chunqur shaklda tushungan vaqtimizda andan palonni men tunuyman deya olamiz. Ya, shuning uchun qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolani tunush, Allah subhanahu wa ta'ala'ni bir kadar to'g'ri şekilde, bir kadar to'liq bir şekilde tunuş üçün nima qilishimiz kerak? Biz Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın güzel isimlerini naiti tushundirilgan şekilde, yüzaki şekilde emas. Fakat isminin ma'nosi Al-Azizning ismi şu, Ash-Shakurning ismi şu deb bilan to'rt eg'iz gap bilan tushunish emas. Buni nihoyatda tafsiliy holatda, qudratingizning yetishcha tafsiliy holatda tushunishimizningki intayin muhim ekanligini ko'rsatadi. Chunki xuddi bir shaxsning ismini bilib tunuganlik qatoriga kirmaydi. Haqiqiy to'liq tunugan bo'lmaydiganimizga o'xshash, Rabbimizning faqat ismi bilan bilib qo'yish yoki bor ekanligini, mavjud ekanligini bilib qo'yish bilan Allohni tunudim desak, nihoyatda aqlsizlik qilgan bo'lmaydi qadrli qarindoshlar. Chuqum o isimlerinin, o güzel isimlerinin ma'nosi, nima deyotganligi, nimani taqozo qildiganligi, insondan nimani talab qildiganligi, Allohning qanday sifatlarga ega ekanligidan iborat bu ma'lumotlarni bir qadar mukammal shaklda tushungan vaqtimizda andin Alloh subhanahu va taolani tunuganlarning qatoriga kiramiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Bir ihsa kelimesinden muhimlik. Allah'ın biri kem 100 ismi var. Yani 99 ismi var. Kimi ki bunu men ahsaha dekhalel cennet dedi. Bir yerdeki kim onu sanasa, ya belişki işte mesela Allah'ın baştan başa ahirki 99 ismini sanıp yadlap bese diyenlik emez bir yerde. İhsa kelimesi Arap dilde bir nersini ihsa kılış üçün şu bütün onun mezmuni, manisi, onundan düşünüş gerek boğan ufkum maniler, nimege dalalet kılıdıganlığı ve şu insanın şu isimini tushungandan keyin bu isim şu insandan nimani talab qiladi, mu'mindan nimani talab qildi, nimaga dalolat qildi, nimaga boshlaydi, nimani ko'rsatdi, mushu qadar ma'lumotlarni hammasini bilgan vaqtida ondan ihso qilgan bo'ldi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom bu yerda kim sanagan bo'lsa demadi, yoki men hafizaha kim uni yodib olgan bo'lsa demadi, men ahsoha
dakhalal jannah dedi. Kimiki bunun mazmuni 99 ismning bütün mazmunini, uning taqazzosini, uning insondan talab qiladigan narsalarni hammasini to'liq shaklda bilsa, jannatga kirib bo'ldi o inson dedi. Yani cennetki kirdi bu insan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ötken zaman şekilde dakhalal cennet diyen lafzını işletti. Ani şundak boğan insan cennetki kirişte özüdü nait yukarı bir layakatını hazırlayan buldu Allah'ın Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise bilen düşündürgen. Kadirli kıyındaşlar, bu isim El-Aziz ismi bilgen ki dersimizdeki El-Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'de köpligen ayetlerde tilgaylanıdı. Allah subhanahu ve ta'ala İsa aleyhisselam'ın tili bilen Sure-i Maide'nin 118. ayeti düşündekteydi. İn tuazzibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Kadirli kardeşler, bir yerde İsa aleyhisselam'ın tili bilen Kur'an-ı Kerim'de bu sözünü Rabbimiz tilgaylatıdı. Ey Rabbim, eğer sen ularını azaplasan, ular senin bendelerin. Eğer ularga mağfiret kılsan, sen şeksiz ki sen el-azizul hakim, galipsen, hikmet bilen iş kılgıçsan, sen azizsen ya Rabbim diyen bir cümle, bir ayet. Bunun qarab bakaylı. Müşahede şundak bir tahlil yürgüzüp bakaylı, şundak bir narsani oylab bakaylı. Eğer bir insan muşu ayetinin ma'nisini, muşu ayetini okuyup etip kelip, ve in tagfir lahum degenden keyin ayetning keyinini unutib qolsa, qandaq bir narsaga darhol esiga kelamishadi. Ve yuqorida deydi-ki, agar sen ularni azoblasang, ular sening bandalaring deydi. Agar sen ularga mag'firat qilibsan deb musha kelgan vaqtida unutib qolsa keyinni, oyatning keyinini unutib qolsa, tabiiy holatda insonning aqliga nima keldi? Agar sen mag'firat qilsang, ey Robbim, shaksizki sen bak mag'firat qiluvchisan. Fa innakal g'afur ar-rahim, g'afurur rahim degandek, bu yerdagi al-aziz kelmaydi insonning aqliga. Agar bir inson unutib qolsa, sen ular mag'firat qilibsan, sen shaksizki mag'firat egisisan, shaksizki rahmat egisisan degan bu ma'nodagi al-g'afur ismi, El-Gafur ismi derhal insanın aklıga en birinci yok kildiğen söz El-Gafur ismi kildi. Çünkü bir yerde, ey Rabbim, sen eğer ulanı mağfiret kılıversen, sen galipsen diyen eskemaydı, sen bek mağfiret kılıversen diye isim boğan El-Gafur kildi bir yerde. Derhal insanın aklıga bu tuncu olup bu kildi. Hoş, nime üçün bir yerde? Alimler şu kadar tekşürgen ki, ya Rabbi, acaba nime üçün bir yerde? Ve in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Nime üçün bir yerde? Sen ey Rabbim şeksiz ki galipsen, hikmet bilen iş kılıgıçsan da bir yerde. Nime üçün bir yerde? El aziz ismi kelgen dese, deydi ki, insan meyli qançilik dünyada qançilik küçük köp kessin, qançilik yuqori mertebege erişip kessin, eğer de bir insanın, bire mahlukның günahini, bire mahlukның hatalığını keçirip etip kalsa, keçirdim boldesin deb keçirip etip kalsa, o insan belki özüdün mü yuqori mertebelik başka bir menba tarafından, başka bir makam tarafından, başka bir güç tarafından hesapqa tatilishi mümkün. Sen nimde palanını keçirip ettin, nimde bunu cezalimiden deb, insan dünyada qancha mertebe erişip ketsin, eğer de bir insanını keçirip etse, bire işini, bire hatalıqni, bire günahını keçirip etse, hesapqa tatilishi mümkün, hesapqa so'rilishi mümkün. Nimde keçirip ettin bunu, nimde bunu cezalimden deb, nimde apu qilib ettin palanını deb, sualga tatilishi, hesapqa tatilishi mümkün. Lekin Allah subhanahu ve taala eğer bir insanı birasini mağfiret kılıverse, fe inneke entel azizul hakim. Eğer sen mağfiret kılıversen, ey Rabbim, fe inneke entel azizul hakim diyen yukarıdaki ayette, sen şeksiz ki sen el azizsen, hiç kim senden hesap almaydı, hiç kim senden hesap alanmaydı, sen galipsen, sen en büyüksen, sen en kattısen diyen mendeki bir yerde El-Aziz ismininki kilişi oylab bakaydı Rabbimizden qançilik ulug'ligini, qançilik kattaligini ko'rsatib beradigan bir nuqta ekanligini bu yerdan ham ko'rib olamiz. El-Aziz ismi yana Qur'on-i Karimda so'zlab o'tgandek bekchi qiyaldi kelgan, biz hammasini so'zlab o'tishga albatta vaqtimiz yetmaydi. Bir qancha oyatlarni Qur'on-i Karimdan tilg'ilib o'taman. Sure Jasiyada Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi: "Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim."
u Allah subhanahu va taala uchun osmonlarda va zaminda butkul ulug'liq, butkul kattalik, butkul oliy martaba hammasi yolg'iz faqat va faqat ana shu Allah subhanahu va taala uchundir. U al-azizul hakim, g'olibdir, azizdir, kattadir. El-Hakim hikmetle iş kılmıştır degan ma'noda kelgan Sura Jasiyada bu keldi. Üçüncü bir ayetni tilga bilsek Sura Munafiqunda yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun degan bu Sura Munafiqunning 8-oyatida bu ayet keldi. Bu ayette hem izzatning kimlar uchun bo'lganligini, azizlikning kimlar uchun bo'lganligini so'zlab beradi. Bu oyatning albatta qissasi va buni so'zlab o'tirishga vaqtimiz yetmaydi. Aslida bu yerda Abdullah ibn Ubay va uningki jumlasidan bo'lgan munofiqlar Madinaga qaytayotgan vaqtida qilgan so'ziga asosan Allah shu vaqtda nozil qilgan oyat bu. U munofiqlar ya'ni Abdullah ibn Ubay va uningki atrofidagi munofiqlar nima degan desa, ular deydiki shu munofiqlar agar biz Madinaga qaytsak albatta eng aziz bo'lgan, ya'ni o'zi va o'zining atrofidagi munofiqlarni demoqchida bu yerda la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Albatta Madinadan eng aziz bo'lgan, ya'ni o'zidan boshlab bu munofiqlar eng aziz minhal azal. Payg'ambar alayhisalom va uningga iymon etgan kishilarni, mu'minlarni demoqchi. Bu eng xor bo'lgan bularni chiqarib o'tadi deb shunday dedi. Allah subhanahu wa ta'ala nima dedi? Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. İzzat Allah'a ve onun rasuliga ve mu'minlargadir. Lekin buni munofiqlar bilmaydi. Degan bu mazmundagi bu oyatni nozil qildi. Sura Saffatda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. İzzat igisi bo'lgan, ulug'liq igisi bo'lgan Rabbing, sening Rabbing paktur. U kafirlar süpetlayotgan, u munofiqlar süpetlayotgan süpetlerden izzat egisi bo'lgan, izzatning, ulug'liqning Rabbi bo'lgan sening Rabbing Allah subhanahu wa taala paktur degan ma'nodagi bu oyat kelgan. 5-chi bir oyatda shayton shunday deydi. Şeytanның sözünü Allah subhanahu wa ta'ala Sura Sadning 81-oyatida qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in degan oyatni tilga oldi. Şeytan shunday dedi. Sening izzating bilan qasamki ularning hammasini shuqum azdurman dedi. Ularning hammasini azdurman degan bu oyat bu yerdagi izzat kalimasi bu yerda tilga Xo'sh, qadrli qarindoshlar, endi al-azizning lug'at ma'nosi kelaydi. Lug'at ma'nosi nima al-azizning? Birinchi ma'nosi al-aziz degan gap hech qanday bir o'xshi, muqobilsin tang tushib bo'lmagan, la masila lahu va la mushabiha lahu va la nazira lahu deydi. Hech bir o'xshashi, tangdishi o'xshab qoldigan bir tang tushib bo'lmagan, yakkigani g'olib bo'lgan Allah subhanahu va taala degan ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi al-aziz huval g'alibul lazi la yughlab. Hergiz ve hergiz asla ve asla mağlup bulmaydigan. Mağlup buluş deydigan söz Allah'ın lug'atida bo'lmagan, ana shunday büyük g'olib Allah subhanahu va taala degan ma'nosi bor. Masalan, va azzani fil khitab. Masalan, meni söz xitobatda, sözde meni yengib oldi. Azzani va azzani fil khitab degan gap, ya'ni ay g'alabani fil khitab. Ya'ni meni xitobatda söz qilishdan meni yengib oldi degan ma'nosi bor. G'olib bo'lish ma'nosi bor. Al-azizniki. Xo'sh, endi fal-qahiru allazi intasara va qad yughlabu yusamma azizan. İnsanlarning ichida bira urushda, bira cho'ng bir ishni g'alaba qilgan, g'albini qo'lga keltirgan bir maxluq, bir inson chig'ida hatta o insan bugun ma ishni g'alaba qilgan bilan ati yana bir boshqa ishni mag'lub bo'lishi mumkin. Shunda g'alaba qilgan bir inson, bir podshoh, bir shu shaxs chig'ida aziz deb atalsa, lug'atda, tilda aziz deb atalsa, fa kayfa bil qahiri allazi la yumkinu an yughlab dedi. Yani mag'lub bo'lishi asla ve asla mümkün bo'lmagan Allah subhanahu wa ta'ala al-qahir, al-aziz bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala albatta al-aziz ismiga eng haqliq bo'lgan Rabbimiz budur. Al-azizdir dedi.
bu isim bilan atalishqa eng haqliqdir Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Yusufda Vallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala işini amalga oshirishga, o'z ishiga, har qanday bir ish bo'lsin, o'zining ishiga g'olibdir dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Har qanday bir ishni amalga oshirishda, har qanday bir ishni vujudga keltirishda, har qanday bir ishni yo'q qilib o'tishga Allah g'olibdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin insonlarning ko'pinchisi buni bilmaydi dedi. Qadrli qarindoshlar. Shuning uchun hadisi qudusiyda anta turidu va ana urid فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد سبحان الله. İnsan sen bir narsani xohlaysan, sen bir narsani iroda qilasan, men bir narsani iroda qilman dedi Allah subhanahu taala. Agar desen men iroda qilgan narsaga taslim bo'lsang, men sana sen iroda qilgan, sen xohlagan narsaga men kifoya qilaman dedi. Sen xohlagan narsaga sen iroda qilgan, sen orzu qilgan narsaga men kifoya qilaman dedi. Agar sen men iroda qilgan narsaga sen taslim bo'lmasang, men sen arzu qilayotgan, sen iroda qilgan bu narsaga seni charchitiman, sen bunun kendini chopsan, mangsan, summa la yakunu illa ma urid. Uning kendi men iroda qilgan narsadan boshqa narsa natija bo'lmaydi oxirida. Oxirida oldigan natija yana men iroda qilgan narsa bo'ladi. Shuning uchun inson men iroda qilgan narsaga taslim bo'lgunki, sen iroda qilgan, sen arzu qilgan narsaga men Robbing al-Aziz bo'lgan Robbingga o'zim kifoya qilaman. Qadrli qarindoshlar, bu nuqtalarni nihoyati vallohu g'olibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah har qanday bir ishni amalga oshirishga g'olibdir. Lekin insonlarning ko'pinchisi buni bilmaydi. Biz ana shuning uchun ulamolar deydi-ki, agarda vallohu g'olibun ala amrihi mush oyatni yuqorida so'zlab o'tgan mush oyatni agar insonlar bu oyatning ma'nosini bilgan bo'lsa, tushungan bo'lsa haqiqiy ravishda, ular cho'qim Allah subhanahu va taologa itoat qilgan, Allah subhanahu va taologa lam tavakkul qilgan, Allah qili yuzlangan, bütün Allah'tan başka barlıq, kuch, barlıq, yüz obro'y, barlıq, mavqa, barlıq hamma narsani tashib etgan bo'ladi dedi. Eğer insanlar bunun ma'nosini haqiqiy tushungan bo'lsa, Rabbimizning bu so'zni haqiqiy tushungan bo'lsa, ana shu Alloh qilib yuzlangan bo'ladi. Hammani tashlagan bo'ladi dedi. Xo'sh, endi 3-ma'nosi nima degan vaqtida Al-Azizning 3-ma'nosi Al-Qaviyyush Shadid, nihoyatda kuchli. Tangdoshsiz kuchlik bo'lgan Rabbimiz Allah subhanahu taolo degan gap. Oyat kalima nima deydi? Sura Yasinda 14-oyat. İz arsalna ilayhim musnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. Biz öz vaqtida ularga 2 payg'ambar avatdik dedi. 2 payg'ambar. Va ular bu 2 payg'ambarni inkor qildi, yolg'onga chiqadi. Ondan keyin qana qildik? Fa'azzazna bisalisin. Biz 3-bir bir payg'ambarni uningga avatish bilan, ularni kuchlantirdik, ularga yordam qildik dedi. Ya'ni bu qavmga avatilgan 3-bir bir payg'ambarni avatish bilan biz ularga yordam qildik dedi. Ya'ni bu yerdagi ta'ziz, ya'ni kuch, nihoyatda kuchlik dedik, ya'ni bu yerdagi kuch berish, yordam qilish degan ma'nosiga bu yerdagi ta'ziz ma'nosi, ya'ni fa'azzazna, azza degan ma'nolar o'z ichiga oldigan bu lug'atdagi, bu Qur'oni Karimdagi Sura Yasin'dagi bu oyatmi uningga dalil qildi. Masalan, arablarda masalan bir inson darsini so'zildik deydi, bir soat dars so'zildi, maktabda bo'lsin, nada bo'lsin. Uni kendan masalan lakat ta'ziz, ya'ni degan gap nima degan vaqtida buni qilsam bir soatga olgan darsini yoki maktabda olgan bu darsini sen uni qaytadan murojaat qilib, qaytadan takrorlab, uni kallonga silib, masalan marhalatu ta'ziz deydi, masalan ta'ziz bosqichi. Bu ta'ziz bosqichi nima desa, olgan ma'lumotni mingiga yerlashtirish, texmbek bu ma'lumotni kuchlantirish, kuchaytirish ma'nosi bo'lganligi uchun ta'ziz ma'nosi keladi. Demak, bu shaklda yana 3-ma'nosi Allah subhanahu taolaning Al-Qaviyyush Shadid, nihoyatda kuchlik degan ma'nosi bor. Tangda siz kuchligisi degan ma'nosi bor. Xo'sh, qadrli qarindoshlar, biz qisqa
boshqa bir shaklda yig'inchoqlash to'g'ri kelsa, Rabbimizning bu Al-Aziz ismini 3 xil shaklda tushunishga bo'ldi. Ma'nosini, ya'ni birinchisi hech bir ish muqobilasi, yani tang tushi, o'xshi bo'lmagan yakki yegani Allah subhanahu va taolo. Hech bir tang tushi bo'lmagan bu Allohning qaysi ismlardan kategoriyasiga kirganda min asma'it tanzih, Allah subhanahu va taoloning poklash ismlarining kategoriyasiga kirdi. Ya'ni hech bir o'xshagan bir ismninki qancha xil kategoriyaga kirdiganligini mishadni ham ko'rib olamiz. Har bir ismninki. Masalan, biz buniki birinchi ma'nosida hech bir o'xshi yo'q dedik. Hech bir tang tushi yo'q dedik. Ya'ni bu Allah subhanahu va taoloni tang tush, birasiga o'xshitish, bira tangdishi bor degan narsadan iborat. Ya'ni bu xil xato uqumdan poklash, min asma'it tanzih, Allohni poklash ismlarining kategoriyasiga kirdi degan gap. Xo'sh, ikkinchi ma'nosi bo'lsa, hargiz mag'lub bo'lmaydigan g'olib dedik. Hergiz mağlup bo'lishi mumkin bo'lmaydigan g'olib kuch egasi bo'lgan Rabbimiz Allah subhanahu dedik. Bu Allah subhanahu'ningki min asma'is sifat, Allohning o'zida ba sifatlaridan sifatlangan asma'is sifat bo'lgan Allohdagi sifatlar tilga ilingan ismlarning kategoriyasiga kirdi. Bir ism o'xshash vaqtda. Uchinchi ma'nosi al-qaviyyu shadid, kuchlik dedik. Bu ham Allah subhanahu'ningki min asma'is sifat. Allah haqiqatan kuchlik. Allohning zoti o'zi Allah ana shunday kuchlik, tangdasiz kuch egasi. Bu Allohning ba sifat. Bu ham Allah subhanahu taoloninki asma-i sifat kategoriyasiga kiradi. Xo'sh, endi yana bir xil buningdan inchki bo'lgan, balki musulmonlarning ko'pinchisi eng ehtiyojli bo'lgan, bu ma'noni tushunishga eng ehtiyojli bo'lgan yana bir to'rtinchi bir ma'no va u bo'lsa-mu al-azizninki bi ma'na al-mu'izz, aziz qilg'uvchi degan ma'noda tushunish kerak bo'lgan. Bu ma'nosi ham bor. Al-azizninki aziz qilg'uvchi, izzatlik, aziz qilg'uvchi degan ma'nosi bor. Bi ma'na al-mu'izz, al-azizniki. Arablarda qadrli qarindoshlar, masalan, al-alim degan so'z bi ma'na al-mu'lim degan so'z. Masalan, bu arab tilini o'qigan qarindoshlar tushdi. Fa'il vaznisiga tushgan har qanday bir so'z ism fa'ilninki ma'nosi berildi. Fa'il vaznisiga tushirilgan fa'il, ya'ni masalan al-alimga o'xshash. Masalan, jurhun alim desa arablar, buna jurhin mu'limin, alamlik jarohat degan gap, jurhun alim. Ya'ni og'irtadigan, badanga azob beradigan jarohat degan ma'noda tarjima qilindida, jurhun mu'lim, ya'ni alam beradigan bir xil jarohat degan ma'nosi bor. Alim, mu'lim, ya'ni ism fa'il ma'nosi tarjima qilindi. Shunga o'xshashda al-aziz ham nima bo'lsa, ism fa'il ma'nosida al-mu'izz, aziz qilguvchi degan ma'nosi bor. Bu Allah subhanahu va taolaninki al-aziz isminiki yana bir ma'nosi. Shuning uchun Sura Ali Imronda al-mu'izz, Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning aziz qilguvchi ma'nosida keldiganligini bu yerda tushuntirib, Sura Ali Imronda shunday deydi: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Bu oyatda ham men faqat shu o'zimizniki va tu'izzu man tasha degan shu shohidni ham olaman, boshqasini tarjima qilib bo'lmayman. Sen xoligan kishini aziz qilasan ey Rabbim dedi. Xoligan kishini sen aziz qilasan, xoligan kishini xor qilasan. Butkul yaxshilik sening qo'lingda ey Rabbim deb Allohga bo'lgan iltijo bu. Allohga bo'lgan duo. Allah'ның xoligan kishini aziz, xoligan kishini xor qildiganligidan iborat bu ma'no tushuntirilib bu yerda. Ya'ni Alloh'ның aziz qilguvchi ismini tushuntirib beryapti. Xo'sh, qadrli qarindoshlar, Andalus podshohlarining oxirgi, Andalusga hukmron bo'lgan podshohlarning oxirgisi Andalusdan ayrilgan vaqtida mag'lub bo'lib yig'ilgan ekan. Anasi Aisha shunday degan ekan, shu yig'ilgan vaqtida ibki mislan nisa'i mulkan muda'an lam tuhafiz alayhi mislar rijal deb shu so'zni degan ekan. Sen onunga erlarga o'xshash, o'z vaqtida uni erlarga o'xshash, chavandoz erlarga o'xshash uni qo'g'dab qalanmagan, bugungi kunda qo'lingdan chiqib ketgan, qo'lingdan yo'q bo'lgan bu saltanat, bu podshohlikqa bugun endi sen ayollarga o'xshash yig'ilg'in deb shunday degan ekan.
Ha? Demek qadrli qarindoshlar, inson shu narsani tasavvur qilaylik-ki, bir insondan Alloh subhanahu va taolo Allah o insonni tashlab etgan vaqtida o insonning qimmati nalarga tushdi. Ya'ni bir inson osmon palak eng yuqori martabadagi bir insonni Allah tashlab etgan vaqtida xuddi o inson osmondan yerga tushib ketgandeklam shu qadar har holatda qilib qoladiki, Allah o insonni tashlagan vaqtida bugun podshoh bo'lishi mumkin, ati bir qalanda divan bo'lishi mumkin. Ha? Bugün en çoğun boy bo'lishi mumkin, en divani, en xar inson bo'lishi mumkin. Bugün en hürmetli inson bo'lishi mumkin, en xar inson bo'lishi mumkin. Allah bir insonni tashlab etgan vaqtida o insonning qimmati deymi? Nalar ketadi o inson? Faqala Taala Allah subhanahu va taala shunday deydi sura Hajda: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Öyle bakayla. Ya Rabbi bu ayetler insanla qanchalik tuyg'ularga, qanchalik chunqur hissiyatlarga başlatmağını qadrli qarindoshlar. Şu ayetni, şu Rabbimizning şu sözlerini o'yinlab baqayli. Ko'rmamsan kerak Allah subhanahu va taolo. Allah subhanahu va taologa osmonlardagi va zimindagi kul narsa Allohga sajda qildi. Allohga bo'ysundi, Allohga taslim bo'lib, ya Rabbi deb Allohga tiz cho'kdi dedi. Osmon zimindagi hamma narsa, quyosh, oy, yulduz, tog'lar, daraxt va davo bütün ömüleydiğen mahluklar, ziminde ömülep malgan barlıq mahluklar ve insanların köpüncisi Allah'a secde kıldı. Ve kesirun hakka aleyhil azab ve nurgulgan insanlarga nemesi azap haqlıq buldu dedi bular. Haqlıq buldu dedi. Kimni Allah kimni xar qiladi ekan, uni hürmetlilik kıldığan hiç kim yok dedi. Yukarı degende bir insanla Allah taşır etken vakti onu izzetleydiğen, onu hürmetlilik kıldığan hiç kim yok kadirli kardeşler. Ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim. Allah kimni har kılıdiken, kimni tövenge düşürediken, onu hürmetli işi, onu izzetli işi asla yok. Asla tapamaysan bunu dedi. İnnallaha yef'alu ma yasha. Allah halıgını kıldı dedi. Öyle bakayla qadrli qarindoshlar. Shuning uchun hayotimizning ko'pincha sohasi, ko'pincha juz'isi, ko'pincha nuqtasi nima bo'lsa, o'zimizning izzat hurmatiga bog'liq qadrli qarindoshlar. Bir insonning hayotda agarda izzat hurmati bo'lmasa, izzati, hürmeti, kişilerin, insanların nazarında biz izzet, hürmetlik olmasa, hem kişiler halımsa, bu insanın dünyada işki putlap, menip bu yaşığından, yaşamığını min ala, şu insan özünün dünyada ötken her bir minutun nefretlini yaşaydı kadarlı kardeşler. O insan eğer hürmetlenmese, kişiler tarafından hali görülse, kişiler tarafından ayıplanıp dursa, o insanın hayatta yaşamı bir kıl cehenneme gayrında kadarlı kardeşler. Hayatımızın en köp bölümü bizning izzat hurmatimizga bog'liq bu qadrli qarindoshlar. Shuning uchun agar aziz bo'lmoqchi bo'lsak, agar Allohning izzatlashiga erishmoqchi bo'lsak va dunyoda izzatli yashamoqchi bo'lsak, al-aziz Rabbimiz bilan birga bo'lishimiz kerakki, shoir nihoyat go'zal aytgan: "Ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yasbutu fa iza tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu." dedi. Ey inson, sen kül İzzetinin hemmesini Rabbin üçün kılgan dedi. Barlık senin izzetin Rabbin tarafından kildiğin şekilde hayatını toğurluğun. Barlık izzetini Rabbin tarafından da bilgin, Rabbin tarafından kilişini arzu kılgın. Ve bu şunda kılsan senin bu izzetin, senin Ali buluşun, izzetlik buluşun devamlık halette sende karar elip durdu. Devamlık sende sabit olup hayatından ayrılmaydı dedi. Eğer de sen ölüdüğün bir mahlukla bilen izzet talep kıldıken sen, izzetini ölüdüğün mahlukla bilen birle kıldıken sen, şeksiz ki senin izzetin hem ölüktür dedi. Fe inne izzeke meyyitu. Demek bu mənlərini nəhayət çunqur düşünüşümüz gerek qadarlı qardaşlar. Xoş, əmdə biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bu sübətləri, bu isimləri haqqı toxtulub keliyatımız qadarlı qardaşlar. Rabbimizin Al-Aziz isminin ki en inçki düşünülüşü gerek boğan, en keng dairde düşünülüşü gerek boğan mənlərinin içində, neymi desem,
Allah subhanahu wa ta'ala şundaq bir zatki, o Allah subhanahu wa ta'alaga her bir narsa, her narsada ihtiyaclık, muhtaç degan. Yani butkul muşu kainatda siz kallanızı o'ltirib tasavvur qiling ki, bu kainatda hiçbir narsa her qandaq bir şekilde buluşdan qat'i nazar, her bir maxluq özünün şekli, hayat yaşaş qabiliyeti, hayat yaşaş basqıçları hammasida butkul basqıçlarda, butkul şekillerde her zaman, her minut, her sekund Allah subhanahu wa ta'alaga muhtaç, Allah'a ihtiyaclık. Bir saniye bolsunmu Allahsız, Allah'ın imdadisiz, Allah'ın yardımısız özünün mevcutluğunu sürdürülüşü asla ve asla mümkün emas. Mesela ben doktorga ihtiyaclık men deyli, doktorga ihtiyaclık olub kaldım deydi. Doktorga insan kesel olub kalganda ihtiyaclık oldu. Onun başka vaqtda ihtiyaclık olmaydı. Uxlaydigan vaqtida doktorga emas, karvatga ihtiyacımız oldu demdi. Balimizni o'qitmoqchi biz, ma'lum bir fanda ojizlab qoldi. O'qituvchiga ehtiyojliq biz. Agarda hammasi joyida menayotgan bo'lsa, o o'qituvchiga ehtiyojimiz yo'q. Ya'ni shuni kuchlantirish uchun bir nimaga ehtiyojli bo'lsak, shu narsaga ehtiyoj. Hayotimizda insonning ehtiyoj bo'ladigan narsa, qaysi narsaga ehtiyoj bo'lsa, ehtiyoj tushgan vaqtida anda shu narsaga muhtoj bo'ladi. Ehtiyoji hech tushmagan vaqtda u narsaga muhtoj bo'lmaydi. U sizni yashayveradi. Demek qadrli qarindoshlar, lekin Alloh subhanahu va taolo shu har bir narsa insonlar ham emas. Yani biz insaniyet dünyasını söz qilmayotimiz. Yani faqat insonlardan ham söz qilmayotimiz. İnsaniyetin tartib butkul mahluqotlar, hayvonotlar, o'simliklar, hatto jonsiz tosh, shekil bütün narsa, zarrat, kainat, atomning zarrachilaridan tartib hamma narsa her bir ishida, her bir bosqichida Allah subhanahu va taologa ehtiyojliq. Allahsız bir sekund şekildimi mevcut bulup duruşu, özünün mevcutluğunu sürdürülüşü asla ve asla mümkün emas qadrli qarindoshlar. Allah şundaq aziz zat ki, butkul narsaning ki qaim bulup duruşu, mevcutluğunu sürdürülüşü yalğuz ve yalğuz ana şu Rabbimiz Allah subhanahu ve taala bilalli buludu. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. O şundaq Allah ki dedi. Onundan başka ilah yok. O şundaq Allah ki huvel hayyul qayyum, tirik. Al qayyum bo'lgan butkul narsalarning ki qaim bo'lishi onun bilan bo'lgan zat Allah subhanahu wa taala. Demek qadrli qarindoshlar, biz bir qancha bir az misal berib o'taylik bu yerda. Biz boshqa koinatdagi cho'ng biz aqlimizni lol qildigan, qarab to'ymaydigan, qarab zihnimizdan o'tmaydigan bu koinatdagi cho'ng narsalarga ko'z yugurtishdan burun biz o'zimizga eng yaqin bo'lgan mush jismimiz ko'tirib, biz ikki putimiz bilan ko'tirib naga borsak birga so'rab yurayotgan mush jismimizga bir qarab boqaylik. Rabbimizning qanchalik qudrati ekanligini bir ko'rib boqaylik. Bismillah. Qadrli qarindoshlar, insonning beshida 300 ming atrofida chashul ekan. Taxminan 300 ming chash bor dedi. Her bir chashninki, yani men hozir so'zlab o'tgan bu ma'lumotlarning hammasi hech qanday munoqish talab qilmaydigan. Necha 10 yillardan buyon tibobat dunyo, fan texnika dunyosi, yani tibobat dunyosida allaburun aniqlanib bo'lgan, hamma olimlar teslim bo'lgan, mushundaq bu deb tekshirib, ujur bujurgacha tekshirib, aniqlangan, munozir talab qilmaydigan ma'lumotlar qadrli qarindoshlar. Ya, biz o'zimizdan shu jismga qarab boqaylik. Xo'sh, chechimizda, beshimizda 300 ming tal chash bor edik. Har bir chashdan bo'lgan insonlar shu chashni shu mikroskop bilan insonning beshini yo'g'antib chash qarasa, xuddi bir shu dahshat cho'ng bir shu o'rmonlikning ichiga kirib qolgan, har bir shu o'rmonlikning ichida cho'ng qarag'ayni ko'rganda, har bir tal chechingizni shu qarag'ayda yo'g'antalaydan bo'lgan. Shunchi nima bor uning ichiga qarab boqaylik. Har bir chashning nimasida qon tomirlari shu eqib kirgan qon shu chechimizning ichiga kirgan qon tomirlaridan tortib qon oqadigan tomirlar, butun bo'g'imlar, nervlar, uning kendi may bezlari, rang bezlari, hamma narsa har bir chashni 300 ming chash bo'lgan bo'lsa bir insonning taxminan beshida, shuning har birisining aslida shundaq bir munchigan sanab tugib bo'lmaydigan narsalar va qadrli qarindoshlar. Bu ajiba Allah'ın ulug'ligini ko'rsatgan narsa emasmi qadrli qarindoshlar? Xo'sh, o'zimizning biz hamma narsani ko'rishga ehtiyoji bo'lgan bir ko'zimizning ko'z qarchig'imiz qarab boqaylik. Necha millimetr qildi cho'nglik qadrli qarindoshlar? Shunchalik kichikkina bir ko'z qarchig'imiz qarab boqaylik.
Bu yerda qadrli qarindoshlar, ko'zimizningki biz insonningki ko'zimizning ayniki, ko'zimizning qarchuqining o'ttirisida adasatul ayn deydi, masalan, ko'zningki ayniki, ko'zaynaga o'xshab bir aynakdek bir narsa. O'ttirmizga qarchuqning ichida. Ko'rish nervlariga berib bo'g'icha ko'zning kichikkina bir ko'zda 10 tabaqa bor deb berdi. 10 qatma-qat 10 narsaning keynida ko'rishimiz. Bu yerda eng oxirida 140 milyon mustaqbilli dawi ma bayna Maghrib va Usayya dedi. 140 milyon nur qubulluq uçva dedi. Ha, o'ylab baqayli. Ko'rish nervilari, ya insonniki ko'r, biz qizilni ko'ramiz, yeshilni ko'ramiz, oqni ko'ramiz, nurg'un ranglarni ko'ramiz dunyoda. Mush ko'rish nervlari 900 ming nerv bor edi. Ko'rish nervlari. Ya. O'ylab baqayli qanday. Har bir moddani ko'rgan vaqtimizda, bizning shu ko'zimizdan bevosita mingimizga chetishib bo'lgan, shu nima tutash bo'lgan nim bilan xuddi bir elektr iqimiga o'xshash, elektrlik bir dulqunga o'xshash, nimani ko'rsak shuni aşı saniye 1 sekunddan necha yuz hassa tez suratda shu ko'rgan rengimizni darhol mingimizga yetkazib, qanday rangni ko'rganligimizni darhol mingimizga inkos qilib bo'ldigan. Shu suratni tatib oldimizda ekronga, ko'zimizning ekroniga tushirib, qanday bir manzarani ko'rgan bo'lsak, dalmadal o'xshash hajmda, hargiz hajmini yo cho'ngaytib qo'ymay, yo kichiltib qo'ymay, bugun dunyo olimlari bugun tengir qolib qiliqliq bo'ladi. Bugun dunyoda eng ilg'or kamera, dunyoning eng ilg'or kamerasi insonning ko'zininki bir burjikiga yetamaydi qildi. Ya'ni minglarcha yillab taraqqiy qilsa insonning ko'zining shaklini, ko'zining qudratiga yetadigan bir kamerani ijod qilishi qanday mumkin bilan bo'lmamni taxmin izlanyotdi qadrli qarindoshlar. O'ylab baqayli. Ya'ni bu insonning her saniyasiga, her sekundiga qancha 50 suratni her sekundda mingga yetkazib bo'lgan surat tatib yetkazib bo'ldi ekan. Uning keyindan qadrli qarindoshlar, agarda deydi-ki, bugun olimlar deydi-ki, agarda biz masalan bir yeşil rangni olaylik deydik, yeşil rangni her bir rangni masalan 800 ming darajaga ayrılib bo'ldi ekan. Mesela bir yeşil rang, bunu biz 800 ming darajaga ayrılib, birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja deb. Sağlam bir insonning ko'zi shu 800 ming darajadagi rangning farqini ma'noda farqlandi deb ayriya oladi dedi insonning ko'zi. O'ylab baqayli qadrli qarindoshlar. Bu acaba Allah subhanahu va taolaning mo'jizasi emasmi? Ha? Allah subhanahu va taolaning g'olibligi, azizligi emasmi bu qadrli qarindoshlar? Shundaqla insonning quluqiga qarab baqayli, quluqimizga. Quluqimizdami xuddi shu insonning ko'z, qarchuqi, ko'z to'riga o'xshashlam bir narsa bo'lib quloqning ichida, buning ichida 30000 xaliya sam'iyya dedi. 30 ming hücre var dedi. Anglash hücresinin 30 ming hücre var dedi. En inçki avazlarını yetkizilgan mecburiyeti var. En inçki insan anlayan en inçki, en tüven avazını yetkizilgan, hemmesinin özünün hususiyeti var dedi. Ya. Ve insanın dimağ, insanın mingisi de şundak bir insanın on kuluqa, sol kuluqa, iki taraftan avaz, qaysi taraftan kelganligini ölçeydigan, mesela qaysi taraftan en aldıda avaz geldi, on kuluqımızga en aldı geldi mi, sol kulaq geldi mi, ya arkamızdan geldi mi, bu avazdan qaysi taraftan kelganligini ölçeydigan bir insanın mingisi de bir xil cihaz, bu ölçeş bir cihazı bulup, bu cihaz deydim. Şu kadar inçki ölçeydi ki, bir saniyeni siz bir sekundni 1 sekundni 1600 parçaga parçalang dedi berdi. Bir sekundni bir degan bir so'zni o'ylab baqaydi. Bir sekund ketdi. Mushu bir degan so'zni 1600 parçaga parçalasang, shu 1600 parçadan bir parçani aylab, shu bir parça qanchalik vaqt bo'lgan bo'lsa, shu bir parçani olgan vaqtdan tez suratda insonning mingisiga ovozning qaysi taraf, shu ovozning inson qaysi tarafdan kelganligini darhol bilib oladi. Shunchalik tez suratda uni bir muncha vaqt ketmaydi bilish uchun. Qaysi tarafdan olgan bo'lsak, shu tarafga darhol soniyaning ichida o'zimizning beshini shu tarafga buraymiz qadrli qarindoshlar. Shunchalik tez suratda inson ovozni ham birdamdan ichida buni his qilib oladigan gap. Bu Alloh subhanahu va taolaning qudrati emasmi qadrli qarindoshlar? O'ylab baqayli qadrli qarindoshlar. Ve tilimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizning jismidan chiqib ketamiz qadrli qarindoshlar. Bu sanovatimizda mana tilimizning ustida 9000 xil tamtetish nimasi bor? Achchiq, tatliq, achchiq, chuchuk, mushxil, hamma tamlarni bir-biridan ayıra olamiz-da, tuzluq, tuzsiz degandek hamma narsani. İnsan bir harfni nutq qilib, eg'izda so'zlash uchun
Şu bir harfning egizda insonning egizda bir harfning alif yoki ba degan bir harfning to'liq chiqishi uchun u yerda bo'g'im harakat qilishi kerak dedi insonning egizda. O'ylab boqayli. Sen shuni hisoblab boqqan inson agarda insonning 1 soatlik nutq so'zlash, 1 soatlik dars so'zlash uchun sening tiling qancha million qatim, qancha ming qatim harakat qilganda deydi. Sening tiling shu harakatlarni, shu harflarni takvin qilib, shu harflarni jo'g'lab chiqarish uchun deydi. O'ylab boqayli. Bir harfni chiqarish uchun u yerda bo'g'im harakat qilgan bo'lsa, o'ylab boqqan deydi. Bu qudrat, bu narsani o'ylab boqaylikki, o'zimizning mush jismida o'ylasak ham Allah subhanahu va taolaning ulug'ligi, g'olibligiga million qatim tashakkur etmay, Allohu akbar demay turolmaymiz qadrli qarindoshlar. Masalan, yana o'zimizningki jismimizdagi ichida iqib menayotgan bizning hayotligimizni qo'g'dab menayotgan qon damchilarimiz qarab boqayli. Qizil qon damchilarimiz. Agar deydi-ki, agar mushu qizil qon tomchilarini bir-birisini har birisi kurayatu dam, yani hammasi dumbalaq qon tomchi amaliyoti qo'limizga oqqan suv yo'q bir shaklda oqqan bu narsani mikroskopga yo'g'ansangiz hammasi doncha, dona hammasi ayrim hammasi pach narsa. Deydi-ki, mushu olimlar deydi-ki, mushu qon tomchilarini insonning qinidagi qon tomchilari, qizil qon tomchilari. Mushuni bir-birisini bundaq tizib, xuddi marvoyat yoki unchini tizgandek tizadigan bo'lsa, yanma-yan qo'yib tizsa, buning uzunligi insonning badandagi shu qonning, shu qon tomchilarining uzunligi butkul ziminni boshdan oxir yer sharini 6 qitim aylangan darajada yetib deydi. Bir-birini ulab tizsangiz qon tomchilarini o'ylab boqayli. Va o'ylab boqayli, insonning har bir millimetr qinida 5 milyon qizil qon tomchisi bor dedi. Hammasi pach qon tomchisi. 1 millimetr fi kulli millimetr. Har bir millimetr qonda 5 milyon qon tomchisi bor, qon donasi bor, donchilari bor. O'ylab boqayli, 1 millimetr qonda 5 milyon qon donchisi bo'lsa va har bir qon donchisi insonning qinida bir kunda 1500 javla. Bir kunda insonning butun badanda 1500 qitim aylanib bo'ldi dedi. Har bir qon damchisi insonning badanida bir kunda 1500 qitim aylandi va mushu aylanish musofasida 1500 qitimlik musofani hisoblasangiz 1150 kilometr yo'l yurdi dedi. Har birisining badanidagi har bir qon damchisi badaningda bir kunda 1500 qitim aylandi butun badaningni va 1150 kilometr yo'l yurdi dedi. O'ylab boqayli. Va insonning badanidagi mushu yurak, mushu qalbimiz normal yashaydigan bir inson mushu dunyoda bugun tasavvur qilib beqqan eng osmonga taqashgan binoni liq to'ldiradigan qonni ishlab chiqardi, qonni po'ylab. Allohning qudratini o'ylab boqayli qadrli qarindoshlar. Bu qanday qudrat bu? Bu qanday Rabbimizki bu mushunda o'rlashtira oladi. Va shuni yana so'zlab o'taylikki, insonning yuragi 1 minutda 60 dan 80 gacha tepichaklab 80 gacha so'qidi. 60 dan 80 gacha so'qidi 1 minutda. Va bir kunda 100 ming qitim so'qidi. Va mush 100 ming qitim so'qish jarayonida 8000 litr qonni po'ylab tashig'a chiqardi dedi. 8000 litr qadrli qarindoshlar. Biz inson mush jismimizda, butun mush jismimizda har bir sekundda 120 milyon hücre iste'mol qildi dedi. 120 milyon hücre. İnsanның ming'isida 14 milyard postluq bir hücre var. Yana 140 milyard başqa bir xaliya istinad etadigan bir hücre var. Bugungi kungacha, bugun fan texnika, bugun tibobat mushundaq taraqqiy qilgan bugungi davrgacha, mushu davrga insoniyat keldi. Ammo lekin afsuski, bu 140 milyar hücrening nima vazifasi borligini bugungi kundagi taraqqiy qilgan ilm, fan texi isbotlab bo'lmadi, texi bilib bo'lmadi. Qandoq Rabbimizga qadrli qarindoshlar o'ylab boqayli. Biz qandoq Allohning bandalari ekanmiz? Allah subhanahu va taala qadrli qarindoshlar buni tushunishga idrok kuch-quvvat ato qilsin qadrli qarindoshlar. Va fil kabid, o'zimizning jigiriga qarab boqayli. İnsanning bu jigirida 300 milyard hücre var jigirimizda. Mushu 300 milyard hücre 4 ayda tamamen yengisi almış buldu ekan.
Endi bu jigirimizning vazifelerining murakkabligi, vazifelerining acayip inchki, acayip ig'ir vazifa ijro qilgan. Buni so'zlab kelsak dunyo qadridan chiqadi qadrli qarindoshlar. İnsan jigarsiz holatda 3 soatdan ortiq yashamaydi qadrli qarindoshlar. Ha? Ma jigarimiz bo'lmasa, jigarimiz ishlamasa, tamoman o'lgan bo'lsa, 3 soatdan ortiq insonning yashashi mumkin emas. Ha? Ana shundaq muhim bir vazifaga o'rlashtirilgan jigardagi bu narsa qarab boqaylik. Qadrli qarindoshlar, oshqozonimizga qarab boqaylik. Nimani yesak shuni hazm qilib o'tadi. Nimani yesak shu aman eritib vayron qilib necha soatning ichida tayyor qiladi. O'ylab boqaylik. Mushu bilgan olimlar ham bilgan o'zi hayrat qilib tingir qolib qolgan narsalar. Shunda bu insonning oshqozonining ichida har kunisiga necha litrdan ortiq bir xil shu butun nimani hazm qildiradigan bir xil klorliq bir xil suv, bir xil suyuqlik ishlab chiqardi. Ha? Bu oshqozonimiz. Ülümalar bilgen hayran qilish, bu tepishmağını tapanmay, bu qandaq, nima uchun bu insonning oshqozoniga o'xshash go'sht, eng qattiq go'shtni yesanmi, nima yesang shuni eritib hayron qilib turgan gap, nima uchun oshqozon o'zini o'zi yeb ketmaydiganini deb bilgen hayron qildik-da. Necha litr mushdan suyuqlik ayında tamoqlarni har qanday narsani eritib hayron qilib turgan narsa suyuqlikni chiqirdi o'zi. Nima uchun o'zini o'zi yeb ketmaydi, o'zi o'pmoqshash go'sht masalanga. Ha? Aleysetil ma'idatu mu'cize. Muşlarning hammasi mo'jiza emasmi qadrli qarindoshlar? Yana qandaq mo'jiza, qandaq dalil talab qilamizki qadrli qarindoshlar? O'ylab boqaylik, ikki bo'rikimizga qaraylik, ha? 2 million qon tozlig'ich nimasi bor dedi insonning bo'rikida. Agar buni tizsa, agarda shu uzunligini tizdigan bo'lsa, 100 kilometr dedi. Ha? 100 kilometr. 100 kilometr dedi uzunligi. İnsanning qani butun badnimizdagi qon bir kunda 5 qatim shu zavoddan bu börekten ibaret 2 milyon üskün o'rlashtirilgan börekten ibaret bu zavoddan insonning qanimiz 5 qatim o'tadi kuniga. Ha? 5 qatim o'tib chiqib hammasi qonimiz tozlanmasa, shuning uchun börek kesilmishdi, böreki o'lgan insonlarniki internet kirib qarab boqaylik. Haftada neçiligen qatim shu bir öydek qildigan jihozga ayında uskunlarga bog'lab qo'yib qonni tozaydigan gap. Necha kilo shu qondan pastki narsalarni chiqarib o'tadimdi. Ay makinaga bog'lab qo'yib, shu uskuniga bog'lab qo'yib, ko'migan japoni, ko'migan qiynashlik uchrab turib, ayna qonni tozalamasa hayot kechiramaydi. Ha? O hayatının tamponu bozuldu. Şunçilik ig'ir börek, 2 kilo börek o'lgan insonninki, halining qanchalik ig'ir ekanligi biz yashayotgan Turkiyada axborotlarda 17 mingdan ortiq insonninki 2 kilo börek o'lgashgan börek yangishlash uchun, börek almashtirish uchun uchratib kutayotganligi bir börek chiqib qolarmiki deb shu börekning azobini tortayotganligi xabarini necha yildan oldin olgan qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizga nimalarni beribdi? Bizni qandoq o'rinlashtiribdi? Qandoq narsaga nimalar bilan bizni qilibdi? Va terimizga, o'zimizning terimizga ustimizga qarab boqaylik. Mushu terida insonning mushu terisining mushu o'zimiz biz ko'rib turayotgan mushu terining ostidan 15 milyon havo tangshish va qadrli qarindoshlar. 15 milyon hava tangshish va deydi. Mushu badanimizningki haroratini, badanimizningki namligini qo'g'dab turgan, tangshab turgan 15 milyon hava tangshish va har bir bu bo'lsa shu ter teshuvchilar deydi. Ya ter bezlari mana. Her bir ter bezlarining ostida mukayyifli takyifi haroratihi va ta'dili rutubatihi deydi. Badanning haroratini, qiziqligini va uningki rutubat namligini tangshab turadigan mukayyif bor deydi. Hava tangshish va qadrli qarindoshlar. Demak qadrli qarindoshlar, mana shu o'zimizga eng yaqin bo'lgan jismimizni men so'zlasam, bugun butun darsimni shu jismlarga, shu o'zimizning badandagi a'zolarni so'zlab tugatsak bo'ldi. Shu to'rtal narsani so'zlab bo'lishga qancha vaqt ketdi o'ylab boqaylik. Rabbimiz Allah subhanahu va taala mana shundoq bizni, shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda sura Zariyatning 21-oyatida "Va fi anfusikum afala tubsirun." Ya sizlar o'zinglarning nafsiga, o'zinglarga qarab yiqinglaydi. Mushu sizlarning nafsinglarda, sizlarning mushu o'zinglardalam Allohning birligini, Allohning ulug'ligini, Allohning azizligini, Allohning kattaligini ko'rsatadigan million sanab tugitib bo'lmaydigan narsalar bor. Afala tubsirun. Sizlar buni ko'rmamsizlar deydi. O'ylab boqaylik. Qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga haqiqiy buni tushundigan, tushunch, haqiqiy buni biladigan bir narsa ato qilsinki, o'ylab boqaylik, mushu narsaning
bedenimizdeki qandaqlı bir a'zorimizga Allah subhanahu wa ta'ala özünün imdadini, özünün yardımını, özünün kuch quvvatini şu hamma kesipli qo'ydi ekan. Biz hech narsa emas. Shu ishlamaydigan bir zambil go'sht qaynimiz qoldi. Bir zambil go'sht. Ha? Uningdan boshqa narsa emaski biz qadrli qardoshlar. O'ylab boqaylik. Allah bizning qandaq ne'matlar bilan bizni ne'matlantirib atganligini mana bu jismimiz orqali ham ko'ralaymiz qadrli qardoshlar. Shuning uchun la ya'rifulloha illalloh. Allahni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu qandaq bilish, ha? Ey insan, Allah subhanahu wa ta'ala sen ya mükemmel şekilde Allah'ın haqiqiy layık ravishda Allah'ın qandaqligini ihata qo'rshigan şekilde bilishing asla ve asla mümkün emas. Kamil derecede bilishing asla mümkün emas. Allah'ını fakat ve fakat Allah özü en mükemmel şekilde biladi. Onundan başka hatta enbiya peygamberlerimi Allah'ın haqiqiy Allah özünü bilgen şekilde bilişi mümkün emas diye düşünüyorum şu kadarıyla kardeşler. Biz fakat en şu ya özümüz bilerligen şu bildirilgen peygamberler tarafından bildirilgen isimlerini düşündürüp bildirgen şekilde az bir kısmını bilemeyiz kadarıyla kardeşler biz. Öyle bakayım. Şunun için bizden El-Aziz'nin manası ne modaf şunda kalbimizde bu sual kelse. Aziz Rabbimden ismini modaf şunda kalbimizde bu sual kelse ya ki soralsak o ne modasa o şunda kısat ki hiçbir nerseye ihtiyacı yok. Kül nerse her kandak şeklide, her kandak şaraitte, her kandak vakitte onunğa ihtiyaçlık boğan, onunğa muhtaç boğan, o bolsa hiçbir nerseye muhtaç bulmagan zat deb düşünüşümüz gerek. Ve Allah subhanahu ve ta'alaga yetiş, Allah'ını haqiqiy ravishda qo'rshab bilish mumkin emas. Amma Allah'a bendichilik qilish jihatin Allah'a yetishimiz, Allah'a qulchilik qilish jihatin Allah'a yetalishimiz bu mumkin. Amma Allah'ni haqiqiy ravishda qo'rshab bilishimiz, uni ihata qilgan şekilde, kamil şekilde bilishimiz, her bir sifatlarini bilishimiz, Allah'ni Allah özü bilgendek bilishimiz asla ve asla mümkün emas deyishimiz kerak. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.